Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatining Compliance nazorat bo'limi tomonidan 2025-yil 1-chorakida amalga oshirilgan tadbirlar xususidagi ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Xususan, joriy yil boshidan buyon davlatimiz rahbarining 2022-yil 11-maydagi davlat boshqaruv sohasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmini takomillashtirish va ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan xavf-xatarlarni baholash tadbirlari amalga oshirildi va O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan tashkil etilgan e-antikor.uz platformalariga ma'lumotlar joylashtirildi. Bugungi kunda tabiiy gaz hisobini yuritish jarayoniga raqamlashtirishni joriy etish orqali inson omilini minimallashtirish maqsadida ikkita dolzarb loyiha amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 22-avgustdagi axborot kommunikatsiyalar sohasini yanada yangi bosqichga olib chiqish tadbirlari to'g'risidagi qarorida ko'zda tutilgan energiya resurslari hamda texnologik jarayonlarni monitoring qilish, avtomatlashtirilgan tizimi hamda tezkor dispetcherlik hisobini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimi shular jumlasidandir. Ushbu tizimni joriy qilish orqali tabiiy gaz yo'qotishlarini qisqartirishga erishiladi. Davlatimiz rahbari boshchiligida joriy yilning 5-mart kuni Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishdagi topshiriqlarga asosan 6-mart kuni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati va Bosh prokuratura hamkorligida korrupsiyani oldini olish va unga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish hamda jamiyatda manfaatlar to'qnashuvi holatlariga barham berish mavzusida yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda amalga oshirishi lozim bo'lgan tadbirlar bo'yicha aniq rejalar belgilab olindi. Ya'ni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatida korrupsiyaviy omillarni aniqlash va bartaraf qilish hamda korrupsiyadan xoli muhitni yaratish borasida aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha Bosh prokuratura bilan hamkorlikda yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Shuningdek, jamiyatning tegishli departament va bo'limlariga ochiq e'lon qilinishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni o'z vaqtida tayyorlash hamda ma'lumotlarni rasmiy veb-saytlarga joylashtirishga mas'ul tarkibiy bo'linmalarga taqdim qilish bo'yicha ko'rsatmalar berib borilmoqda. Jamiyat xodimlarining kasbiy odob-axloq qoidalariga rioya etishlari, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf qilish va korrupsiyaga qarshi kurashishning boshqa yo'nalishlari bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari majburiy ravishda o'tish tartibini joriy etish va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida huquqiy ta'lim berish bo'yicha o'quv dasturlarida korrupsiyaga qarshi mavzularni yanada kuchaytirish ishlari amalga oshirilmoqda. O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati va uning tarkibiy tuzilmalarining ishchi xodimlari orasida doimiy ravishda manfaatlar to'qnashuvi, jamiyat mulkini talon-taroj qilish va boshqa korrupsiyaviy holatlarni oldini olish va aniqlash, ularga nisbatan qonun doirasida chora ko'rish ishlari olib borilmoqda. Jamiyat tomonidan tuziladigan barcha xo'jalik shartnomalariga korrupsiyaga qarshi kurashish shartlari kiritilgan bo'lib, tekshiruvlar davomida jami 24 ta kontragentlar tekshirib, salbiy holatlar aniqlanmadi. Tizimga ishga qabul qilish jarayonini yanada shaffoflashtirish maqsadida bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi e'lonlar jamiyatning rasmiy veb-saytlariga joylashtirib borilmoqda. Shuningdek, jamiyat korporativ sayti bilan bir o'rinda jamiyat tomonidan aktual bo'lgan bo'sh ish o'rinlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham oyning 5-sanasiga qadar yagona milliy mehnat tizimida e'lon qilinadi. Ma'lumotlar vakant lavozimlar hamda ularga keltirilgan malakaviy talablar hamda ko'rsatilgan tizimlardagi ish qabul qilish komissiyalari tarkibida bo'lib o'tadi. Jamiyat hamda uning barcha tarkibiy tuzilmalarida ishga qabul qilish komissiyalari tashkil etilgan bo'lib, ishga kirish maqsadida murojaat qilgan nomzod mazkur komissiya tomonidan muvofiqligi o'rganiladi va markazlashtirilgan holda jamiyatning personalni boshqarish departamenti tomonidan tashkil etilgan test sinovlaridan o'tkaziladi. Bu boradagi tadbirlarni muntazam davom ettirish uchun zarur bo'lgan choralar ko'rib borilmoqda. Bizda hozircha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.